Endi mana hayz ko'radigan ayollarimizga nima maslahat beradi? Umra ziyoratingiz keyingi oyga va aynan hayzingiz keladigan kunga to'g'ri kelib qolsa, hayz qonini to'xtatish yoki uni uzoqlashtirish, ya'ni sal vaqtini o'zgartirish. Ba'zi bir gormonal dorilar bor. Ya'ni gormonlarsiz bu yerda hech narsa qila olmaysiz. Hayzni cho'zishimiz yoki surishimiz mumkin bo'ladi. Kombinirованный oralniy kontratsepsiya, ya'ni aralash oral kontratsepsiya. Endi qanaqa ichiladi? Ba'zi bir gormonal tabletkalarni ko'rsanglar 20 bittalik bo'ladi, ba'zilari 28 talik bo'ladi. 28 talik gormonal tabletkalar u asosan 3 fazali bo'ladi. 3 faza nima degani? Bizning hayz siklimizda 3 ta faza bo'ladi. Birinchisi folikulyar faza, ikkinchisi ovulator va keyingisi lutein faza. Demak, har bir fazaga nisbatan ularning dozasi har xil bo'ladi. Ya'ni o'sha 28 tabletkalar hammasi bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun ham strelka qilinadi. Ba'zi bir dorilar bor, monofazni bir xil fazada turiladigan bo'ladi va ularda albatta kunlar etib ketilgani bilan prosta strelka ketiladi. Demak, 21 kunlik bir 28 kunlik bor. Endi agar siz keyingi oyga mo'ljallanayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda tavsiya qilinadi 21 kun ichgandan keyin 7 kun pererif qilmasdan, demak 7 kun pererif qilinadi o'zi aslida hayz kelishi uchun. Agar siz 21 kun ichib olib, keyingi kundan keyingi upakovkani boshlasangiz, ana o'shanda hayz ko'rmasligingiz mumkin. Agar 28 talik tabletkali gormonal dorilar bo'lsa, ahamiyat bersangiz, oxirgi 4 tasi boshqacha bo'ladi rangda. Bu ham o'sha hayz kelishiga mo'ljallangan tabletkalar hisoblanadi. Demak, ularni ichmasdan 24 tani ichib olib, keyingi upakovkani sirazu boshlanadi. Ya'ni qolgan 4 tasini hayz kelishiga qoldirmasdan.